O'zbekistonda juda ham katta yangilik do'stlar. Aynan sizlar uchun projektorni zo'rlarini olib kelib qo'ydik. Bemalol videoni oxirigacha ko'rib, bexijolat informatsiyaga ega bo'lishlaringiz mumkin. Aynan sizlar uchun 50 wattlik projektorimizni olib keldik. Bexijolat, bemalol solnechniy panel, ya'ni quyoshga tutib qo'ysangiz, bexijolat zaryad olib shotidan bemalol 7 soatgacha inshaalloh yetadi. Telefoningizni shotidagi provodi bilan bexijolat 0 bo'lsa zaryadi, mana shunday to'ldirib ham qo'yaverasiz. Bunday qilib, bunday tiqiladi, qarangizlar do'stlar. Bunday tiqildi. Tiqilgandan keyin USB Type-C mi yo USB mi bemalol 0 bo'lgan telefoningizni 100 gacha shunday faqat yondirib qo'yaveradi do'stlar. Bexijolat bunday olindi, bo'ldi do'stlar. Mana xullas bunday qiladigan bo'lsak, metodi hozir yonishi, bitta yonishi, ikkinchi yonishi, uchinchi yonishi, to'rtinchi yonishi, beshinchi yonishi. Endi bu deydigan akalarimizga do'stlar. Xullas, bunimiz bexijolat ofislarda, noturar joylarda, qorong'i bo'lganda bexijolat bunday yoqsangiz, polni hamma yer, polni territoriya ko'rinadigan joyi. Narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bor yo'g'i 200 ming so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bepul. Optimiga ham xarid qilishlaringiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Like, komment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz.